bundan ajrib olinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga ko'chib keldi. Madina ahllaridan. Tarixda bu sahobani agar aytiladigan bo'lsa, bundoq aytganda Rasulullohning o'g'li sifatida bo'lib qolgan. Anas ibn Malik degan sahoba bo'lgan, Rasulullohning yosh sahobalaridan. Anasning onasining ismi Ummu Rumayso. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelgan vaqtida Anas ibn Malik 10 yashar bola bo'ladi. 10 yashar bola. Rasulullohning Madinaga ko'chib kelganini, yetib kelganini eshitgan Anas onasi Ummu Rumayso o'g'li Anasni Rasulullohga xizmat qilishini xohlaydi. 10 yashar bolani yetalab boradi Rasululloh oldiga kelib, "Ya Rasululloh, mana meni yakka yolg'iz, shu vaqtda yakka o'g'li bo'ladi. Bir donagina bolam. Ismi Anas. Siz kelganingizni ko'rib, eshitib, xursand bo'lib, shu bolam sizni xizmatingizni qilib, u duoyingizni olsa deb turib oldingizga olib keldim. Agar rozi bo'lsangiz, oldingizga oling, qanotingizga oling" deydi. Rasululloh rozi bo'ladi. Bu kishi, ya'ni Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasulullohning umrining oxirigacha yana 10 yil xizmat qiladi. Rosa Anas 20 yosh bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbisiga, ya'ni Alloh taologa yetishadi. 10 yil Rasulullohning xizmatini qilgan zot kim? Anas ibn Malik. Anas radhiyallohu anhu aytadi, Imom Buxoriydan keladi bu hadisda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llarida 10 yildan ziyod yurgan bo'lsam, biror marta bir xato qilsam, "Mo'shni mana qilibsan" deb turib, betimga gapirmagan. Rasululloh shu darajada mulozamatli zot ediki, u zotdan yomonlik ko'rmaganman. Bu yerda to'planish sababi nima? Sizlarga bitta savol. Top etib haligi Ivan Grozniyning singari tarix bir mashinasi aylanib Rasululloh davriga o'tib qolsak, rozi bo'larmi deylar? Ha? Rozi bo'larmi deylar? Albatta rozi bo'lardik. Lekin men afsus buning ilojisi yo'q. Lekin alhamdulillahki Rasulullohning qadamlari yetgan, Rasulullohning nafaslari yetgan, Rasululloh yotgan joyda turibmiz. Hech bo'lmasa Rasulullohdan kelgan u zotni ziyoratiga kelib nasib qildi. Xo'p, ya'ni Rasululloh davriga qaytib qoldi Allohning bir marhamati bilan, bir ne'mat bilan Rasululloh davriga qaytib qolsak-ku, bir kun nasib qilib payg'ambar alayhisolamga xizmat qilib qolgan kun bo'lib qolsa, Rasulullohga bir kunga vaqtinglarda xizmat qilishga ajratami deylar? Ajratardik hammamiz. Hammamiz ajratardik, rozi bo'lardik. Qanday baxtli insonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xizmatini bir kun qilib qolsa, Rasulullohning duosini olib qolsa, Rasulullohning oldi yelkama-yelka turib qolsa. Rasulullohning jiyani, amakivachchasi Abdulloh ibn Abbos, Rasulullohning amakilari Abbosning o'g'li Abdulloh. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Ufro degan eshaklariga mingashib, Rasululloh oldida men u zotni bellaridan quchoqlab, Rasululloh bilan hamsafar bo'lib Madina ko'chalarida ketyapman. 9 yashar bola edim. Mo baxt qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir zamonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakivachchasi bo'lishlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bitta ulovda bo'lgan payg'ambar alayhisolatu vasallamni quchoqlab olib ketishlik qanaqa baxt. Uhud g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir Uhudga boramiz. Hamma sahobalarni, jangdagi sahobalarni lashkar armiyani safga tizib, shunda sahobalarga aytadiki, kiminglarda menda haqqinglar bor? Kimga men zulm qilib qo'ygan bo'lishi mumkin? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'sha haqlaringlarni so'rab olinglar, albatta ado qilinadi. Rasululloh kimi menda haqqi bor deyapti. Shunda kim edi sahoba? Ukkosha radhiyallohu anhu shunday chiqadi, ya Rasululloh, meni sizda haqqim bor dedi. Nima haqqing bor desa, bir jangda shu safda turganimizda yo'g'on odam bo'ladi, qonni bor odam bo'ladi. Shunda Rasululloh kelib, tayoqlari bilan, hassalari bilan ukkoshani qonni ko'rib, "Kirgiz mana narsani" deb qo'ygan bo'ladi. Bu haqqi bor edi Rasululloh buni deyishdiki. Ya Rasululloh shunda shunaqa qilgansiz, menga ozor bergansiz deydi. Hamma sahoba achchig'i chiqib, "Nima qilmoqchisan endi?" dedi Rasululloh. O'sha narsani ham qasd qilmoqchiman, haqqim olmoqchiman. Hamma sahobalar achchig'i kelib, "Bu nima deyapti?" desa, "Qo'yinglar, deb qo'yinglar. Ukkoshi haqqini so'rayapti." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ridolarini ko'tarib, "Mana ol haqqingni" desa, hali kishi kelib, sahoba kelib, Rasululloh nima qiladi? Quchoqlab o'pib, "Ya Rasululloh, payg'ambar alayhisalomni tanasiga tanasi tekkan kimsaga do'zax o'ti harom bo'ladi" dedi. Rasulullohning sahobalari Rasulullohga muhabbatli bo'lgan.
Maşallah, tabarakallah.